Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Menda bitta iltimosim bor. Agarda Yevropaga keladigan bo'lsanglar, iltimos hech kimga ishonmanglar bu yerda. Hech kimga misol uchun Facebookda yoki boshqa saytlarda o'qiyoman gruppalari pasportimni o'g'irladi, pulimni o'g'irlashdi, u edi bu edi deb gapirishyapti-da. Iltimos hech kimga ishonmanglar bu yerda. Bu yerda uchiga chiqqan o'g'irlar, mosheniklar hammasi mana shu Yevropada. Ishonmanglar. Agar u joyga chiqmoqchi bo'lsanglar, misol uchun produktga yoki bu joyga вообще qayerdir chiqmoqchi bo'lsanglar, определенный summani olinglar o'zinglarga. Kerakli summa, misol uchun 10 yevromi, 20 yevromi, o'sha imенно ishlatadigan pulinglarni olinglar bu yerda. Ortiqcha pul olmanglar. Keyin pasportinglarni всегда o'zinglar xonanglarda yoki o'zinglar yashayotgan joylarga qoldirib ketinglar. Iltimos, bu yerda baribir sizlarning pasportinglarni hech kim ochib ko'rmaydi. Politsiya degan narsa qarab o'tirmaydi. O'shanga xavotir olmanglar. Pasportinglarni qoldirib ketinglar uyda. Bu yerda слишком опасно. Iltimos, sizlardan bitta o'sha imенно qancha kerak bo'lsa sizlarga summa, o'shanchani olinglar. U bittasi misol uchun yordam beraman deydi. Bu narsaga tushunmayapman deyapsizlarda. Yo o'zicha yordam bermoqchi bo'ladi. O'shanga ham ishonmanglar. U yordam bermoqchi emas, sizlarning pulinglarni yoki narsanglarni o'g'irlamoqchi bo'lgan odamlar. Ishonmanglar bu yerda. Опасно. Вот так.